Bugungi videorolikimizda sizlarga Murad Buildings kompaniyasi tomonidan qurilayotgan yana bir biznes loyiha, ya'ni Regnum Plaza loyihasi haqida gapirib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan avval eslatib o'tmoqchiman, agarda bizni kontentimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizga o'tib, podpisatsiya knopkasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Regnum Plaza loyihasi hammamiz bilgan Murad Buildings kompaniyasi tomonidan qurilayotgan biznes klass loyiha hisoblanadi va bu loyiha Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumani Sayram ko'chasida qurilayotgan loyiha bo'lib, juda ham ko'p qulayliklar va afzalliklarga ega. Toshkentning markaziy qismida Murad Buildings kompaniyasi qulaylik haqidagi zamonaviy g'oyalarni uyg'unlashtirgan konseptual yashash maydonini yaratmoqda desak, albatta adashmagan bo'lamiz. Loyihada aholi qulayligi uchun barcha narsalar ishlab chiqilgan, ya'ni keng va qulay hovli, yer osti va yer usti avtoturargohlari mavjud va bundan tashqari loyiha atrofida hayotingiz uchun kerak bo'ladigan barcha joylar mavjud. Ya'ni oilaviy sayr qilish uchun istirohat bog'lari, farzandlaringiz ta'limi uchun maktab va bolalar bog'chalari, supermarketlar, oilaviy hordiq chiqarishingiz uchun restoran va kafelar, klinikalar, banklar va bundan tashqari fitness klub va sport maydonchalari va shu bilan birgalikda albatta bir necha boshqa qulayliklar ham mavjud. Regnum Plaza loyihasining o'ziga xos jozibasini Toshkentdagi boshqa turar joy majmuasi bilan solishtirib bo'lmaydi. Bu albatta o'ziga yarasha unikal loyiha hisoblanib, arxitektura tomonlama dizaynerlar bu loyihaga san'at asari kabi yondashishgan. Hozirgi kunda bu loyihada 1 xonalidan boshlab 4 xonaligacha xonadonlar sotuvda mavjud. Agarda bu loyiha haqida yanada batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning veb-saytimiz orqali bizga bog'lanishingiz mumkin yoki o'z telefon raqamlaringizni qoldirishingiz mumkin. Tez orada biz siz bilan bog'lanib, barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videoroliklarimiz qaysi loyiha haqida bo'lishini xohlaysiz? Javoblaringizni izohlar qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Bizda esa hozircha shu. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayr.